Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Davlat Dumasi taksichi migrantlar uchun imtihon to'g'risidagi qonun loyihasini rad etdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Davlat Dumasi taksichi migrantlar uchun imtihon to'g'risidagi qonun loyihasini rad etdi. Liberal Demokratik partiyasi taksichi migrantlarga nafaqat nazariy, balki amaliy imtihonni topshirish majburiyatini yuklash taklif qilganda. Rossiyaning B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olgan va taksida ishlayotganlarga 2025-yil 1-iyungacha amaliy imtihon topshirish majburiyatini yuklash taklif qilingandi. Rossiyada migrantlarni nazorat qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanishni taklif qilishmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Bu taklif bilan Yangi insonlar partiyasi yetakchisi Aleksey Nachayevdan chiqdi. Yana bir katta mavzu — Migrant ID. Rossiya fuqarolari boshdan oyoq raqamlashtirilgan paytda migrantlar qog'oz hujjatlar bilan bemalol yashab yurgani adolatdan emas. Biz sun'iy intellektni nazoratdan yangi vositachi qilishni taklif qilyapmiz. Arxangelsk viloyatida 5000 rublga patent sotib olib, Moskva kelmasliklari uchun, dedi u. Nechayevning tushuntirishicha, agar migrant hujjati bo'yicha Arxangelskda yashasa, u ishlasa, aslida esa u har kuni Moskvadagi kvartirasiga qaytsa, buni kameralar qayd etadi. Shunda migrantga nisbatan savol tug'ilishi mumkin. Deputat Mironov migrantlar uchun patent tizimini o'zgartirishni taklif qildi. Mehnat migrantlari uchun patent tizimini biometrik ma'lumotlarga almashtirish kerak, deya fikr bildirgan Davlat Dumasi deputati Sergey Mironov Newsroom saytiga. Uning so'zlariga ko'ra, hukumatning Moskva va Moskva viloyatida, shuningdek Sankt-Peterburgda va Leningrad viloyatida bir patent asosida ishlash huquqini beruvchi qonun loyihasi faqatgina Rossiyada qonuniy yashaydigan muhojirlarga taalluqlidir. Muammo ozchilikka, ya'ni qonuniy va rasmiy ishga joylashgan migrantlarga taalluqli. Ammo patent sotib olib keyin qayerda va qanday yashayotganini tushunmaydiganlarga esa hech qanday muammo yo'q. Shunday qilib, kelajakda baribir yaroqsiz tizimni tuzatib o'tirmay, samarali bo'lgan muqobilni joriy qilaylik. 2023-yilning noyabrida bizning fraksiyamiz patent tizimini bekor qilish va uni ishlash ruxsatnomasi bilan almashtirishga doir qonun loyihasini Davlat Dumasiga kiritgan edi. Agar shu tartib joriy qilinsa, migrantlar ishlash uchun ruxsatnomani olgandan keyin biometrik ma'lumotlarni topshirib borishar edi, deydi Mironov. Uning tushuntirishicha, bunday yondashuvda migrantlar ma'lum bir ish beruvchi uchun ishlaydi va ish beruvchi uning uchun javob beradi va daromad solig'ini to'laydi. Biometrik ma'lumotlarni topshiruvchi tartib aynan byudjet uchun ham, qonuniy faoliyat yuritadigan biznes uchun ham, rasmiy ishlaydigan chet elliklar uchun ham foydali, deb hisoblaydi deputat. Aksincha, biometrik ma'lumotlar topshirilsa, etnik jinoiy guruhlar tomonidan boshqariladigan soyadagi iqtisodiyotga katta to'sqinlik o'rnatiladi, deb qo'shimcha qilgan Mironov. Ayni vaqtda Mironovning taklifi Davlat Dumasi va Rossiya hukumatini qiziqtirgani yo'q. Siz patent bekor bo'lib ishlash uchun ruxsatnomalar расширение на работу qaytishini xohlarmidingiz?